Hissiy aql degan nima? U nemishki shuncha muhim? Avtori Royal Secretary. Tarjim qilg'uchi Sarvi. Tarjimondan ilova. Hissiy aql qanchalik muhim? İnkaschan harakat degan nima? Javoban harakat deganchu? Biz mushundaq bir alayda tarixiy paytda turib, aqlimizni ishlatib, masalalarga aqliy holda javoban harakatda bo'layotamdiq. Yoki shundaq qilg'im kelgan, yoki degim kelgan deb yoshirin ingimizdagi harakat usuli bilan inkaschan harakat ilib berayotamdiq. Hissiy aqlning bizga qanday foydasi bo'lishi mumkin? Rahbarlik iqtidorini hozirlashda hissiy aql qanday rol o'ynaydi? Bu maqolani o'qib bo'lganda azroq fikr yurgizib baqsangiz, yuqoridagi savollarga javob topa olasiz. Nurg'ulg'an mutaxassislar bir odamning hissiy aql bo'linmasini aql bo'linmasidan muhim deb qaraydi. Hamda hissiy aql bo'linmasini shu odamning muvaffaqiyati, ijtimoiy munosabat sifati va shundaqla hayotdagi umumyuzlik xushalligining belgilig'ichisi deb biladi. Hissiy aql degan bu uqum dastlabda 1930-yili ijtimoiy aql deb o'tirg'i chiqqan bo'lsa, 20-asrning o'tirlarida hissiy kuch degan atalg'u sifatida o'tirg'i chiqqan. Әмділікті болса, bu atalg'ular hammamizga tanishliq bo'lgan hissiy aql degan atalg'uga almashdi. Hissiy aql degan bu atalg'uga biz zag'ri til bilan sharhi bersak, u tövendiki 5 tarafni ko'rsatadi. Birinchi, o'z-o'zini bilish, ya'ni o'ziga bo'lgan hushchanlik. O'zimizning his tuyg'ulari va inkaslarga bo'lgan tanishimiz va bilishimiz. Ikkinchi, o'z-o'zini boshqarish. His tuyg'u, kayfiyat, inkas va javoblarni og'zaki va harakatimizdagi boshqarish, kontrol qilish va moslashtirish. Uchinchi, harakatlantirguvchi kuch. To'g'ri ham muvaffaq harakatlarga o'tish, ma'lum ishni vujudga chiqarish uchun o'zini atash. Ma'lum planni qat'iy ijro qilish hamda ma'lum nishonga yetish uchun davomli ishlash. O'z hissiyotini qattiq yuganlagan asosda o'z-o'zini harakatga keltirish. To'rtinchi, boshqalarni tushunishga tirishish. Boshqalarning hissiyotini tushunishga tirishish va tushunish jarayonida erishgan bu uchurlarni boshqalar bilan bo'lgan munosabat jarayoniga aktiv tatbiqlash. 5. ijtimoiy munosabat iqtidori. Munosabat to'g'ri shakllantirish, ijtimoiy aloqa so'rinlarida boshqalar bilan aloqa o'rnatish, boshqalarni yetaklash, ziddiyatlarda murassalashish, bir guruhda a'zolik sifati bilan ishlab to'hfa qo'shish. Agar siz hissiy aqlni faqat davomli boshqalar bilan munosabatlashib yashaydigan odamlar uchunla muhim deb qarasangiz, bu to'g'ridagi ko'z qarashingizni cho'qim o'zgarting. Chunki hissiy aqlchanlik hamma odam uchun bir yaxshi moslashgan tangpung hayotni yashash uchun o'xshashlar intayin muhim. Birinchi, tan salomatlik. Turmushimizdagi besimlarga taqobil turish va ularni hal qilish o'z-o'zimizdan obdan xabar olishning muhim bir qismi bo'lib, bular bevosita holda hissiy aqlchanlik bilan zich bog'lanishliq. O'zimizning his tuyg'ularini va o'zimizning
besimga qarta inkaslarimizni to'g'ri to'nig'andila, biz andin besimlarni yaxshi bir taraf qilib, badan sog'lomligimizga kapolatlik qila olamiz. Ikkinchi, ruhiy sog'lomlik. Hissiy aql bizning hayotga bo'lgan pozitsiyamiz va ko'z qarashimizga ta'sir ko'rsatadi. Hissiy aqlchanlik yana o'z navbatida aloqazodalik, tushkunlashish va kayfiyat davolg'ishlardan saqlanishimizga yordam qila oladi. Yuqori darajadagi hissiy aql ko'rsatkuchi hayotga bo'lgan aktiv pozitsiya va xo'shal turmush bilan o'ng tanasib tuzadi. Uchinchi, ziddiyat to'qinishlarni hal qilish. Biz boshqalarning his tuyg'ularini tushunishga tirishganda hamda ularning nuqtai nazarda turib o'ylashga tirishgan vaqtimizda ziddiyatlarni osonroq hal qila olamiz. Hatto shu ziddiyatlarning yuz berishining oldini tamoman olishimiz mumkin. Boshqalarning xohishi va ehtiyojlarini texmi yaxshi tushunganligimiz tufaylidan ziddiyatlarda boshqalar bilan texmi yaxshi murassalasha olamiz. Kishilarga nima kerak ekanligini yaxshi faraz qila olganimiz tufaylidan ularning ehtiyojidan chiqa olamiz. To'rtinchi, muvaffaqiyat. Yuqori saviyadagi hissiy aql bo'linmasi bizga kuchlik ichki harakatlantirgich kuch ato qiladi. Bu ichki harakatlantirgich kuchning ta'sirida biz ishlarni keyniga so'rash qitim sonimizni azaytimiz. O'zimizga bo'lgan ishonchimizni oshiramiz va bir nishonga diqqatimizni markazlashtiramiz. Hissiy aqlchanlik yana bizni texmi yaxshi bo'lgan qo'llash, munosabat to'riga ega qiladi. O'ngsizlikni yengish iqtidoriga ega qiladi. Mag'lubiyat va o'ngsizliklardan keyin asliga qaytib, texmi mustahkam iroda bilan davomliq tirishadigan qiladi. Hissiy aqlchanlik yana o'z navbatida o'zimizdan baldurla va osonla qanoatlanib qilishning oldini oladi va bizni uzoq mezgilni ko'zlab ish ko'radigan qiladi. 5. Rahbarlik iqtidori. Boshqalarni harakatga keltirish iqtidori boshqalar bilan ijobiy munosabat o'rnatish, ish o'rnida ishdoshlar bilan mustahkam rishta bog'lash qatorliqlarning hammasi yuqori saviyadagi hissiy aql ko'rsatkuchiga ega kishilarni yaxshi rahbarlardan bo'lish imkoniyatiga ega qiladi. Bir unumlik rahbar o'z xalqining, ya'ni o'z qo'l ostidagilarning nimaga muhtoj ekanligini obdan biladi. Shunga qo'l ostidagi kishilarning o'z rolini joriy qildirishiga ilhom berish uchun va xizmat o'rnidagi rozimanlik tuyg'usini yuqori ko'tarish uchun ularning ehtiyoj talablarini joyida qondirdi. Hissiy aqlga tayanib ish ko'rishni tadqiq qilishga qattiq berilgan aqlliq rahbarlar butun guruhga bir butun holda manfaat elib kelish uchun guruh a'zolarini hissiy o'xshamasliklarga qarab turib strategik holda o'rinlashtirdi va shu orqali natijada kuchlik guruhlarni qurib chiqa oladi. Hissiy aqlni mutaxassislar yana davomli tadqiq qilyotdi. Biroq biz to'limi aniq bilamizki, his tuyg'ular bizning kishilik turmushimiz hamda kasbiy hayotimizda ochqishliq rol o'ynaydi. Balkim hatto mengimizning amaliy aqliy iqtidoridanmi muhim rol o'ynaydi. O'rganish manbalari, qurollari va texnikalar bizni uchur egilash imkoniyatiga ega qilsimi, biroq hech qanday narsa bizning o'zimizning
va atrofimizdagi kishilarning his-tuyg'ularini bilish, boshqarish va to'nib yetish iqtidorimizning oldini ololmaydi. Hissiy aql hargizmo to'g'mi bo'lmaydi. Hissiy aql saviyamizni o'stirishning amollari bor. Har qanday narsani o'rganish uchun siz har zaman kechikmaysiz. Qancha yosh bo'lishingizdan qat'iy nazar, aqliy hissiyotchanlikni o'stirish imkoniyatingiz hamon mavjud. Buning usullari tövandikidek. O'zingizning his-tuyg'ularingizni kuzating. Bizni ko'z oldimizdagi bu ishni tugatib bo'lib, yana bir ishni qanday bejirman va qanday qilib ishlarni texmi yaxshi qilib bejirman degan xiyollar chulg'ib olgan vaqtda his-tuyg'ularimizning yugini qo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. O'zimizning his-tuyg'ularini yaxshi bir taraf qilish o'rniga ularga sal qaraymiz. Biz shuni tunib yetmaymizki, his-tuyg'ularimizni bostirib qo'yish ishlarni texmi qalaymaqon qilib o'tadi. His-tuyg'ularimizni keyniga tashlashga tirishgan siri his-tuyg'ularimiz shuncha kontrolligini yo'qtadi. Biz ba'zan ishlarga qarta chechilib inkos bildirib qolamiz. Bu xil holat asli hayotimizda texi hal qilinmagan masalalarning mavjud bo'lganligidandir. Shunga agar siz yana mushu xildagi passiv inkosda bo'lgan vaqtingizda o'zingizni besib olib, menda nima uchun bu xil holat ko'rildi deb o'ylab beqing. Cho'nqur bir nafas ilib olib, ondan tinch o'ltirib, bu xil inkosda bo'lishingizning ehtimoli bo'lgan barliq sabablarni xotirlang. Tizimlik qarab, bu tuyg'ularingizning qo'zg'atqich omillari va sabablari hamda bularning har birisiga qanday taqobil turish to'g'riliq o'ylaning. Ikkinchi, javoban harakatga o'ting, inkoschan harakatga o'tmang. Inkoschan harakat bo'lsa, yoshirin ongdan qo'zg'algan jarayon bo'lib, bu jarayonda biz his-tuyg'ularimizni yoshirin ongda mavjud usul bo'yicha ifodalaymiz yoki sirtqa qo'yib o'tamiz. Javoban harakatga o'tish bo'lsa, bir xil aqliy angliq jarayon bo'lib, bu jarayon o'zingizning tuyg'ularingizga diqqat qilish va qanday harakatda bo'lish uchun faol qaror chiqaradigan jarayondir. Passiv his-tuyg'ularingizni qo'zg'aydigan omillarni bilib olsangiz, shu xil tuyg'ular takrorlanganda qanday harakatda bo'lish to'g'riliq oldin ola qaror chiqara olasiz. Masalan, agar siz ish o'rningizda besim ortib ketganda doim xizmatdoshlaringizga chechilib, ochiqlanganligingizni his qilsangiz, buni xotirlab qo'ying hamda yana bir qatim shunday ahvolda qanday qilish to'g'riliq o'ylanib oling. Balkim siz xizmatdoshlaringizdan samimiylik bilan kelar qatim ochiqlanib qolsangiz, sizni yolg'iz qo'yishini o'tinsangiz va yoki o'zingiz bir jimjit joy tepib, bir necha minut shu yerda tinchlanib olish to'g'riliq plan qilib olsangiz bo'ladi. Uchinchi, doim kamtar bo'ling. Siz davomliq o'zingizni boshqalardan aqlliq ham qobiliyatli deb o'ylagan vaqtingizda siz o'zingizning kamchiliklaringizni nazardan saqit qilib qo'yishingiz mumkin. Bu xil ahvolda agar ishlar siz kutgan yerdan chiqmasa, bakli umidsizlanib ketishingiz mumkin. O'xshash bir ishqa o'xshamagan nuqtalardan nazar selishni sinab beqing. Boshqalar to'g'riliq va yoki ularning qilgan ishlar to'g'riliq hukm chiqarganning o'rniga, boshqalarning o'rniga o'zingizni qo'yib beqing va ularning o'rnida turib, ularga o'xshash o'ylab beqing.
sizmi o'zingizni shulardek tuyg'uda bo'ldim deb o'ylamsiz? Nima uchun? Bundaq qilish orqali boshqalarning o'y-xiyollarini va his-tuyg'ularini texim yaxshi tushuna olasiz. Balkim kelar qatim shu xil ahvol yuz berganda masalani hal qilishning yangi usulini tepib chiqishingiz mumkin. Kamtar bo'ling. Shuni bilingki, siz har qanday odamdan ustun turmaysiz. Hamda dana bo'lingki, siz o'zingizdan boshqa har bir insondan intayin farqli bir insonsiz. Hissiy aql o'rganiladigan bir jarayondir. Uni o'rganish uchun to'xtamay kuzatish va mashq qilish kerak. Qancha yoshga kirgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz cho'qim hissiy aqlchanligingizni yuqori ko'tara olasiz. Shundaqla hayotingizning qolgan qismini texmi yaxshi, ham go'zal, ham xo'shal o'tkaza olasiz. Maqolaning avtori Royal, ya'ni ayol, ijodchanlik ro'yiga boy bo'lgan strategiyashunos hamda maslahatchi bo'lib, u maxsus qanday qilib insonlarning yoshirin kuchini qezib va joriy qildirish orqali ularni xo'shal va sog'lom turmush kechirishga yetaklash to'g'riliq yeziqchilik qiladi. Tugidi. 2018 yil 7 oktyabr tarjim qilingan.